5-mart sanasini qirg'iz xalqi oqqalpoq kuni sifatida keng nishonlaydi. Bayram munosabat bilan viloyat Qirg'iz milliy madaniy markazi tomonidan Farg'ona shahrida madaniy tadbir o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Oppoq qorli osmono'par tog'ning timsoli, sofdillik, tozalik ramzi. Qirg'iz xalqi milliy bosh kiyimi qalpoqqa ana shunday ta'rif beradi. Ko'klamning ilk kunlarida nishonlanishi an'anaga aylangan oq qalpoq kuni esa aslida milliy liboslar, qadriyatlarni e'zozlash, targ'ib etishga qaratilgan. Farg'ona shahrida bo'lib o'tgan bayram tadbirida ham qirg'iz xalqining faxriga aylangan qalpoq, uning o'ziga xos jihatlari haqida aytib o'tildi. Unda qatnashgan viloyat hokimligi vakillari, viloyat milliy madaniy markazlarining faollariga esdalik sovg'asi sifatida qalpoq hamda ro'mollar taqdim etildi. Mamlakatimizda millatlararo do'stlik rishtalarini mustahkamlashda jonbozlik ko'rsatgan hamyurtlarimizga faxriy yorliqlar topshirildi. Oqqalpoq kuni 2011-yili 5-mart kuni qabul olingan. Mına uşul Qirg'iz elining uluttuq baş kiyimi bo'lgan oqqalpoq bizning uluttuq siymig'imiz bo'lib sanaladi. Antkeni Qirg'iz jigiti, Qirg'iz erkekteri, Qirg'iz atalarımızdan bardığı oqqalpoq kiyib o'tishgan. Oqqalpoq kunini xush kelibsiz. Qirg'iz xalqi odatda qalpoqlarni oq, qora va ko'k ranglarda tayyorlaydilar. Ushbu milliy bosh kiyimlar bezagi hamda matosining sifatiga qarab baholanadi. Ivitilgan sof qo'y yungidan yaratiladigan qalpoqlar yil 12 oy inson tanasiga mo'tadil harorat bag'ishlaydi, deydi viloyat Qirg'iz milliy madaniy markazi faollari. Qirg'izning o'zining bir udumi qatorida oqqalpoq bayramini qutlab yuradi. 5-mart kuni bardig'i bola chaqasidan tortib oqsoqollar, bardig'i yoshlar qalpoq kiyib o'sha kuni bayram qilishadi. Tadbir davomida mehmonlar bayramona dasturxon atrofida dildan suhbat qurdilar. Sinovli kunlarni yengib, yana astalik bilan hayot iziga qaytayotganiga shukronalar aytdilar. Barcha bir-birini yasharish fasli bilan tabriklab, quvonchlarini raqslarda ifoda etdilar. Bayramona muhit ko'p millatli xalqimizni hamjihatlikda yashab kelayotganini, har bir xalq udumlariga hurmat bilan munosabatda bo'layotganini yana bir bor isbotladi.